O'zbekiston Respublikasi Madaniyat Ministrligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat Ministrligi opera ko'rkam hunarni qaniygatlashtirilgan maktab-internati 2026-2027 o'quv yili uchun 8-klassdan akademiyalik vokal, baxshichilik, jirov, milliy alam o'ynoq dutari hamda baxsi kirjek saz asboblari qaniyganliklari bo'yicha o'quvchilarni o'quvga qabullov boshlandi. Maktab internati zamonaviy tarzda qurilgan bo'lib, barliq qulayliklar yaratilgan. Maktab internatimizga aymoqlardan kelgan o'quvchilar chatoqqana ham 5 mezgil ovqat bilan ta'minlanadi. Maktab internatimizda respublikamizga belgili ustozlar bilim berib kelmoqda. Maktab internatimiz xalqarалық ham respublikalik tanlovlarda yaxshi natijalarga erishib, yuqori o'rinlarni olib kelmoqda. Maktab internatimizga kelgan o'quvchilar madaniyat ham ko'rkam hunar bag'dari bilan bir qatorda uluma bilim beruv fanlaridan bilim oladi. Asıg'ın, o'quvchilarni qabullov usu yildan 1-iyun sanasidan 30-iyun sanasini shekim davom etadi. O'quvchilardan tömendagi hujjatlar talab etiladi. Maktab internati direktori atna arza, to'lg'anligi haqida guvohlik nusxasi, uluma bilim beruv maktabining 7-klassni tamomlaganligi haqida ma'lumotnoma, 086U ham 063 formadagi meditsinalik ma'lumotnomalari, 3,5 ga 4,5 ko'lamdagi 6 dana fotosurat, baylanish uchun telefon nomerlari, Yulubes kodi bilan 102 49 62, 99 kodi bilan 223 19 82, 93 kodi bilan 362 84 13, 91 kodi bilan 371 22 25. Manzilimiz Nukus qalasi, O'raqbalg'a, Atamakan makam fuqarolar jiyini, Boyshubar ko'chasi, nomer 1-joy.